Assalomu alaykum qadrli mijozlarimiz. Navbatdagi Damas proyekt injektor shinalarini yakunlab oldik. Xudo xolasa, mo'shinamiz zavat bo'lishlariga, ovozlariga bitta e'tibor berib, like, podpiska, kommentariyalar bilan baho berib qo'yasizlar. Zavat bo'lishadi polaborot, bitta ovozini ham eshitamiz endi. Mana ovozlarni ham ko'rib turibsizlar. Juda chiroyli, zo'r holatda. Yo'lida chiqqan mo'shini gazini bo'lsa o'tib ketaman deb turibdi mo'shinamiz. Xudo xolasa, buni tozaliklarini ham o'zini ko'rib turibsizlar. Mana ko'rib turibsizlar. Tablolarini ham koreyskiy tabloni qo'yib berganmiz xudo xolasa. Bu mashinamizni 0 dan 100 gacha injektor uстановка qilishimizga xudo xolasa $550 pul rasxod bo'ldi. Hammaga rahmat.